Xorazmda bitiruv kechasiga mashina boshqarib kelgan qizlar ham topildi. Ijtimoiy tarmoq va profilaktik uchrashuvlarda yoshlar, ota-ona va ustozlar ishtirokida keng ko'lamli targ'ibot ishlari olib borilishiga qaramasdan, bugun so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarida ertalabki soat 7:00 dan 14:00 gacha o'quvchilarning maktablarga avtomashina boshqarib kelishlari bilan bog'liq 238 ta holat aniqlandi. Bayramni baxtsizliklarsiz o'tkazish uchun minglab yo'l patrul xizmati va ichki ishlar organlarining boshqa sohaviy xizmat xodimlari maktablar yonida kuchaytirilgan tartibda xizmat o'tashmoqda. O'quvchilarning o'z ota-onasiga tegishli yoki ijaraga olgan avtomashinalarini boshqarib kelganliklarini kuzatish mumkin. Qoidabuzarlar orasida 11, 9 va hattoki 8-sinf o'quvchilari ham bor. Necha sinf? 8 sinf. Necha sinfsiz? 9 maktab o'quvchisiman. O'g'lingizda lekin hali guvohnoma olmagan. 2010-yil maktabda nechinchi sinf o'quvchisi? 10-sinf o'quvchisi. O'sha 23-maktab, 23-10-sinf. U nima majbur qildi uni maktabga haydab borishga? Sinf bilan 11da bitirayotgan yigitlar tezroq hayda debdi, bir tog'asini ham kutmabdi, Ozodbekni ham kutmagan, meni ham kutmagan. Apparatni olib kelgan. Apparatni olib kelgan, tezroq maktabni bayram boshlaymiz deyverdi. Xorazmda bitiruv kechasiga mashina boshqarib kelgan qizlar ham topildi. Farzandlarining katta fojianing qurboni bo'lishiga yoki boshqalarning ham hayotini xavf ostida qoldirishiga zamin yaratib berayotgan kattalardan ko'zlarini kattaroq ochishlarini, yoshlarning taqdiriga befarq bo'lmasliklarini so'raymiz. Nazorat tadbirlari davom etmoqda.